Bir birodarimiz bundan 10 yil muqaddam bo'lib o'tgan ajib bir hikoyani aytib berdi. Ushbu voqeat ko'nglimizga taskin berishi bilan birgalikda olimlar qalbidagi iymon boshqalarnikiga qaraganda komil ekanligini ochib beradi. Alloh subhanahu va taolo Zumar surasining 9-oyatida ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'ladimi deb murojaat qiladi. Bu ikki toifa bir-biriga aslo teng kelmasligini zamondoshimiz tomonidan aytib berilgan hozirgi voqeadan bilib olishingiz mumkin. 1993-yillar edi. O'zbekistonda dinga bo'lgan qiziqish tobora rivojlanib borayotgan davr. Hali biz Allohning kalomi, payg'ambar alayhisolamning hadis shariflari mohiyatini chuqur anglamaganimiz bois, ko'p masalalarda olimlik darajasini ham yaxshi tushunmasdik. Bir kuni zabardast olimlardan biri ortida namoz o'qish baxtiga muyassar bo'ldim. Birgina o'sha namoz mening xotiramda manguga muhrlanib qoldi. Juma namoziga bordim. Yo'lga ancha barvaqt chiqqanligim bois masjid binosiga kirib olishga ulgurdim. Imomning jo'shqin nutqi meni hayajonga soldi. U asosan islom tushunchalari haqida gapirdi. Inson haqiqiy mo'min bo'lishligi uchun avvalambor tanlagan yo'lining haq ekanligini bilib olish kerakligi, so'ngra bu yo'lda sobit qadam bo'lishi lozimligini juda chiroyli suratda tushuntirdi. Alloh taoloning rububiyati-yu ulug'iyatiga oid masala-masoillarga oddiy dehqon ham tushuna oladigan sodda uslub bilan yondashdi. Alloh taologa o'qiladigan namozning mohiyatini ham shu kunning o'zida tushunib oldim. Haligi olim zot haqiqiy namoz insonni yomon ishlardan qaytarish kerakligini oyat karimalar hujjati asosida bayon qilib berdi. Ma'ruza hammaga yoqqan bo'lsa ajab emas. Boshqalarga javob bera olmasam-da, menga ma'ruza juda ham yoqdi. Keyin 4 rakat sunnat o'qidik. Haligi ma'ruzaning kuchi bilan o'zimni unutayozgan edim. Xayolimni ma'ruzaning ichida aytilgan bir rivoyat egallab olgandi. Alisher Navoiyning Layli va Majnun deb atalmish asarida Majnun oshiqlik dardiga mubtalo bo'lganida bir namozxonni payqamay oldidan o'tib ketadi. Haligi namoz o'qiyotgan kishi ikki tomonga salom berib bo'lgach, Majnunni chaqirib, "Sen namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish mumkin emasligini bilmaysanmi?" deb so'raganida, Laylining ishqida yonayotgan Majnun shunday deb javob bergan ekan: "Uzr so'rayman, men Layliga oshiq bo'lganimdan buyon shu ahvolga tushganman. Hozir ham uni o'ylab ketayotgandim sizni ko'rmabman. Ammo ajib holatki, men Laylining ishqida shunchalik o'zimni yo'qotgan va boshqalarni sezmaydigan darajaga kelib qolgan bo'lsam ham, siz Alloh taologa o'qiyotgan namozingizda oldingizdan o'tayotgan kishini payqaysiz. Siz o'zi namoz o'qiyotgan edingizmi yoki boshqa ish bilan shug'ullanayotgan edingizmi?" Shu rivoyatni o'ylab, Allohga xushu qilib o'zimcha mukammal namozni tamomladim. Keyin xutba bo'ldi. Muazzin takbir aytib, hammani 2 rakatlik farz namoziga undadi. Imom quloq qoqqandan so'ng ichda o'qiladigan sano duosini o'qib tugatdi. Va auzu bismillahdan so'ng Fotiha surasini o'qiy boshladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Birinchi oyat yakunlangandan so'ng imom ozgina sukut saqlab oldi. Payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmalariga binoan oyatlarni bo'lib o'qish ibodatning afzalidir. Ar-Rahmanir Rahim. Ushbu oyatdan keyin ham xuddi shu miqdorda sukut saqlandi. Malik yawmiddin. Ma'ruza hamon yodimda edi. Allohning o'ziga barcha hamdlar bo'lsin. U zot mutlaq mehribon va rahimli. Qiyomat kunining egasi degan ta'riflarni eshitata turib, qalbimda ajib bir tuyg'u o'ta boshladi. Allohning rububiyati ko'z o'ngimdan o'ta boshladi. Insoniyatning ona qornida paydo bo'lishidan tortib, tug'ilib qadam tashlab ketguniga qadar aql atalmish ne'mat berilib, uni umrining oxirigacha ishlatishiga qadar buyuk ilohiy rububiyat gavdalana boshladi. Ko'pchilik biladimi yo'qmi, insonning parvarishdan ko'ra murakkab maxluq yo'q ekan. Boshqa hayvon jonzotlarga bir nazar soling. Biri tuxumdan tushishi bilanoq yurib ketadi. Boshqasi ona qornidan tushgan zahoti onasidan ajraydi. Bemalol hayotga qorishib ketadi. Qushlarni gapirmasa ham bo'ladi. Ular 2-3 soatdan so'ng parvozga shaylanishadi. Xullas inson o'ta murakkab yo'llar bilan tug'iladi. Paydo bo'lishining o'zida katta bir mo'jizalar. Onaning qornida 9 oy yashashi, tug'ilishning murakkabligi, mushkulligi. Agar Alloh ozgina rububiyatini ko'tarib qo'ysa, tamom ona ham bola ham hayot bilan vidolashadi. Tug'ilgandan so'ng ota-ona tomonidan ko'rsatiladigan muruvvatlar, parvarishlar inson farzandi shundoq tashlab qo'yilsa hayvonlarga o'xshab 2-3 soatdan so'ng yurib keta olmaydi. Yotaveradi va oxir oqibat ochlikdan o'lib qolishi mumkin.
Aqlni taniguniga qadar deyarli shunday parvarish. Allohning rububiyati cheksiz. 3-4 yoshligida Alloh bandasiga e'tibor bermay qo'ysa bormi, uni hatto o'sha sevimli ota-onasi ham qutqarib qala olmaydi. Aqlini topib olgandan so'ng ham inson koshki edi Allohning rububiyatiga ehtiyoj sezmasa, ozgina Allohning nazari ketsa, razolat va zalolat botqog'iga botib, johiliyat ko'chalarida sarson sargardon o'lib ketadi. Xullas inson boshqa maxluqotga qaraganda ko'proq shukr qilish kerak ekan. Ammo ming bor hayratlanamizki, isyon faqat shu maxluqdan, faqat insondan. Shuncha rububiyatning tasdiqi bo'lib turgan bo'lsa-da, Allohning farmonlariga bemalol teskari yurayotgan shu inson bo'ladi. Alloh qilma deb qo'ygan ishlarni xotirjam qilayotgan zot ham inson bo'ladi. Tag'in Alloh bu bandasini o'sha gunoh qilayotgan paytida jazolamasdan unga o'limiga qadar fursat berayotganini aytmaysizmi? Allohim o'zing kechir, biz ko'rnamak bandalaringni deb dodvoylagim kelib ketdi o'shanda. Allohim tag'in alam qiladigan tomoni shuki, bir hadisi qudsiyda bandam mendan ixlos bilan avf etishimni so'rasa, men kechirmaslikdan hayo qilaman deganing qalbimda tirnaydi. Gunohni qilgan ham, o'shaning evaziga xotirjam tavba qilayotgan ham bandang bo'lsa-yu, sen uning xoliqi bo'la turib hayo qilaman deyapsan-a? Bu ne'matlarga shukr qilmayotganliklari uchun insonlarning ko'zlari sitilib oqib tushishi kerak deb Ayuhannos solgim keldi o'shanda. Bilasizmi nega? Chunki namozimizni o'qib berayotgan imom o'z ma'ruzasida menga shu tushunchalarni singdirib tashlagan edi. 3 oyatning o'zida hayolimdan shu narsalar o'tib ketdi. Shunda birdan yer qimirlay boshladi. Imom Malik yawmiddin deb tugatgan ediki, qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer shu qadar qattiq qimirladiki, 3 oyat asnosida hayolimga kelgan fikrlar pir etib osmonga uchib ketdi. Masjidning ichiga kirib olganligim boismi, ko'nglimdan bir soniya ichida ming xil xayol o'tib ketdi. Endi nima bo'ladi? Qayerdaman o'zi? Qanday chiqib ketaman? Odamlar nima qilishyapti? Alloh guvoh birodarlar, men namoz o'qiyotganimni esimdan chiqardim. Bir soniya ichida hammasi telba teskari bo'lib ketdi. Sezdimki, yon-verimdagi odamlar ham ancha bezovta bo'lib qolishdi. Shunda birdan barchaning xayolini bir ovoz buzib yubordi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Shu payt birdan ko'pchilik o'ziga keldi. Hali masjiddan chiqib ketishga ulgurilmagan bo'lsa-da, masjid tashqarisida nimalar sodir bo'lgani noayon bo'lsa-da, birdan hamma o'ziga keldi. Biz axir namoz o'qiyotgan edik-ku degan savolomuz fikr yarq etib boriladi. Endi 3 oyatdan so'ng hayolimga kelgan fikrlar va birgina yer qimirlashi natijasida qalb umuman boshqa ko'chaga kirib ketganligi xususidagi yangi xayol og'ushiga kirib ketdim. Imom hali joyida ekan. Agar mana shu imomning ovozi bo'lmaganida men boshqa masalalar tugul namoz o'qiyotganimni ham unutgandim. Bu yoq qiziq bo'ldi-ku. Hozirgina Allohning rububiyati haqida tinmasdan fikrlayotgan miyam birgina zilzila tufayli shunchalik parokanda bo'lib ketdimi? Darvoqe imom nima dedi? Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat o'zingagina ibodat qilamiz va faqat o'zingdangina so'raymiz. Bu oyatlar bilan Allohning rububiyati bosqichidan Allohning ulug'iyatini tushuntirib berishga o'tilgan bir pog'ona edi. Allohning mo'jizasini qarang. Bu oyatlar oralig'ida yer qimirladi-ya. Bu oyatlar oralig'ida bir inson miyasida fikrlar almashib ketdi-ya. Yer qimirlashda, masjid esa u yoqdan bu yoqqa borib kelishda davom etardi. Endi hammaning xayolida bitta savol paydo bo'ldi. Bu takroriy yer siltashlar imomni ham to'xtatib qo'ymasa edi. Navbatdagi xayollar og'ushiga kirishni boshlagan edimki, imomning ovozi hammasini joyiga tushirdi. Ihdinas sirotol mustaqim. Imom joyida ekan. U hamon sobit ekan. U joyida ekan. Mana shu ishonch masjid binosiga kirgan qavmni ushlab qoldi. O'sha kuni masjid tashqarisida ko'pchilik devor qulashdan cho'chib, namozlarni buzib yuborishganini eshitdik, ammo ichkaridagilar imomning matonati va sobit iymoni tufayli tashqariga yugurib ketishdan or qilishdi, uyalishdi. Imom namozga shundoq nomigagina 4 ta surani o'qib berish uchun chiqmaganligini isbotladi. U haqiqatan ham shu juma namoziga javob beradigan imom ekanligini ich-ichidan his qilgan zot edi. Suraning qolgan oyatlari yakunlanishi bilanoq ichimizda amin deyishga o'tgan ham edikki, zilzila to'xtadi. Qalbimizdagi fikrlar zilzilasi ham to'xtadi. Hammasi jim bo'lib qoldi. O'sha kungi namozni o'ylasam, ko'zimga yosh keladi.
Imom yer qimirlashdan oldin oyatlar o'rtasida qancha miqdorda sukut saqlayotgan bo'lsa, zilzila vaqtida ham shu miqdorni ushlab qoldi. Keyin esa ikki tomonga salom berib, jamoatga qarab go'zal bir tabassum bilan kulib qo'ydi. Bu kulgi mening qalbimga manguga muhrlanib qolgan. U zotni eslaganimda xuddi shu holatni eslayman. Hikoya muallifining holatini ko'pchiligimiz tushunib turibmiz. Haqiqatan ham inson namoz o'qiyotganda tilovat qilayotgan oyatlari mazmunini tushunib, qalbida tasdiqlab tursa, zilziladan ham kattaroq ofatlarga turib beradi. Buning uchun avvalambor iymon bosqichi mukammal bosib o'tilishi, undan keyin esa haqiqiy namoz lazzatini totishni o'rganish lozim. Allohdan hammamizga shunday iymon berishini so'rab qolamiz.